Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Qadrli do'stlarim, bugun sizlar bilan bitta yangilikni ulashmoqchiman. Balkim sizlar buni allaqachon eshitib bo'lgandirsizlar. Endi eshitmaganmisizlar, eshitganmisizlar, baribir aytib o'tishga qaror qildim. Kimda masalan saharni diabet kasali bo'lsa yoki bo'lmasam davleniyasi bo'lsa yoki yuragi bilan qanaqadir muammolar bo'lsa, o'sha odamlar mana bunaqa raskraskalar olib bo'yash kerak ekan. Eslasanglar, maktab davrlarimizda mana birinchi sinf bog'chaga borgan paytlarimizda uyda kattalar bizga mana shunaqa raskraskalar olib kelib berishardi. Ertak qahramonlari, ertaklarni rasmi chizilgan, uni biza o'tirib qalam bilan ichini bo'yab chiqardik. Qatinidir qizil qilib, qatinidir ko'k qilib, chiroyli qilib bo'yardik, eslasanglar. Har kun 2 varoq, 1 varoqdan, endi po возможности qanaqa endi imkoniyatga qarabdi endi o'tirib mana shunaqa qilib bo'yash kerak ekan. O'shanda sahar tushar ekan, asablar joyiga kelar ekan, qon bosimlar tushar ekan. Endi bu maslahat sizlar uchun foydali bo'ladimi, yo'qmi, endi bilmadim-u, lekin aytib o'tishni joiz topdim. Men o'sha narsaga o'zim ham ixlos qilib mana bugun mana bunaqa raskraskalar mana olib keltirdim. Olib kelinglar deb olib kelib berishdi. Xudo xohlasa mana men ertadan bo'yashni boshlayman. Meni ham sog'lig'imda muammolarim bor, o'shaning uchun. Meni ham asabim sal tezroq, shunga balkim Xudo xohlasa yaxshi yordam beradi degan umiddaman. Rahmat e'tiboringlar uchun. Fikringlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana qanaqa yaxshi davo yo'llarini bilasizlar? Bir-birimiz bilan ulashaylik. Rahmat e'tibor uchun.